السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا الحواس. درسنا الدرس السابع من كتاب سلسلة اللسان بالقسم الثاني. Bugungi darsimiz al-havas, ya'ni his qilish, ya'ni sezgilar degan ma'noni bildiradi. Dars as-sabi' 7-chi dars Silsilatul Lisan kitobining 2-qismidagi 7-chi darsga ham keldik biiznillah. أولاً سنتعرف على كلمات الدرس معكم. تمام. Avval sizlar bilan darsdagi yangi so'zlar bilan tanishib olamiz. Ashummu hidlayman. Raihatun hid. Sayyi'un yomon. Ixtiro qildi. Shashatun ekran. Azuqu tatib ko'raman. Talmisu ushlayapti, ya'ni ushlab ko'rish. Narun olov. Ta'mun tam. Basarun ko'rish sezgisi. Shammun hidlash. Sami'a eshitish. Sam'un yoki sami'a. Lamsun lamisa yoki his qilish, ya'ni ushlab ko'rish. Zavqun aytib o'tganimizdek tam bilish. Savtun ovoz. Hassa yuhissu his qilish. Yu'abbiru ifodalaydi, ifodalash. Hamidun nordon. Murrun bu taxir, achchiq. Malihun sho'r. Majallatun jurnal. Tamam. Ana azunnu kullu al-kalimat mafhumun lakum. O'ylaymanki har bir so'z sizlarga tushunarli bo'ldi. Va indana ta'birat. Ta'birat bima'na iboralar. Darsdagi yangi iboralardan bittagina ekan. Laysa emas, ba'd keyin. Ya'ni ba'dni keyin ma'nosida emas, hali degan ma'noda olamiz. Ya'ni hali emas. Ya'ni siz ya'ni hozir emas degan ma'noda yoki shunga o'xshash. Siz hozir nimaga borasizmi? O'qishga borasizmi desa, laysa ba'd deyishingiz mumkin. Tamam? Shunga o'xshab. Uni yana vaqtida ko'ramiz aynan qanday ma'noda kelganini. Tamam? عندنا صور كالعادة. انظر إلى سورتين وعجب. suratlarga qara va javob ber. ماذا ترى في السورتين؟ suratlardan nima ko'ryapsan? أولاً في الصورة الأولى. في هذه الصورة نرى امرأة. bu suratda biz bir ayolni ko'ramiz. Qanday ayol? Tamsuku zahra va tashummu raihataha al-jamila. Bu suratda biz bir ayolni shu gul ushlab, uni hidlayotganini ko'rishimiz mumkin. Yabdu anna raihata az-zahra jamila va tayyiba. Tamam? Bu gulni hidi shiringa o'xshayapti bu ayolning yuz tuzilishidan. والثاني في هذه الصورة نرى رجلا يضع سماعات الأذن ويستمع إلى الموسيقى. bu suratda biz bir kishini shu samma yado degani taqqan, samma degani quloqchin taqqan bir kishini ko'rishimiz mumkin va u musiqa yastami'u ila al-musiqa, u musiqani tinglayapti. Yabdu annahu mustami'un jiddan bil musiqa. Mustami' degan eshituvchi. Mustami'un jiddan degani musiqani rosa yaxshi ko'rib tinglaydigan insonga aytiladi. Yabdu annahu mustami'un jiddan bil musiqa va tusa'iduhu لا وربما يشعر بالفرح أو الراحة. va ehtimol bu undan rosa ham xursand bo'lyapti, chunki ma'lum minal vajh, ya'ni yuzidan bu ma'lum. Tamam? Ayyul hawasi aham. qaysi al-hawas sezgi aham, muhimdir. Va limaza? Va nima uchun? Avvalan eslab o'tamiz.
o'zi aslida insonda 5 ta sezgi hissiyotlari bo'ladi. Bular qaysilar? Insonda eshitish, ko'rish, hidlash, ta'm bilish 4 ta bo'ldi. 5-inchisi ushlash. Ya'ni ushlab bilish, sezgi. Masalan, ko'rmasangiz ham, ko'rmayotgan narsangizni ushlab nimaligini bilib borasiz-ku. Xayolingizga keladi. Bu ham 5-sezgi hisoblanadi. Masalan, ko'zi ojiz insonlar ko'p narsalarni ushlash orqali, lams orqali sezadilar. Chunki ularda ko'rish qobiliyatidan ham ko'proq sezish qobiliyati kuchli rivojlanadi. Tamam? عندنا حوار. أولا نقرأ ونترجم. استمع واقرأ. اشت ووقع. أحمد مرحبا. أنا عدت. مرحبا. Salom, ana uttu. Men qaytdim. Ahmad aytayapti. Mana bu Ahmad ekan. Salom deyapti, men qaytdim deyapti. Adnan, ahlan akhi. Ana fi ghurfatil julus. Mana bu Adnan ekan. Aytayapti. Ahlan akhi. Xush kelibsiz aka. Men ana fi ghurfatil julus. Men ghurfatil julus degani o'tirish xonasi, ya'ni hamma to'planib o'tiradigan xonaga ghurfatil julus deb ataladi. تمام. خب أحمد ماذا تفعل؟ sen nima qilyapsan? أشم رائحة طعام. sen nima qilyapsan deb mana bu Ahmad bu Adnandan so'rayapti. Bu aytayaptiki, أشم رائحة الطعام. taomni hidini his qilyapman, sezyapman. Adnan, أنا آكل بطاطا مقلية. men qovurilgan kartoshka yeyapman, lakinna ta'maha sayyi. Lekin uni ta'mi sayyi, yomondir. Ahmad, ana la uhibbu al-wajbat al-jahiza. Men la uhibbu yoqtirmayman al-wajbat taomlarni al-jahiza tayyor. Men tayyor taomlarni yoqtirmayman. Tayyor taom deganda shu fast foodlar kirib ketadi-da, tamam? Adnan, hal ta'lam اخترع العلماء هاتفا له شاشة. هل تعلم siz bilasizmi? اخترع العلماء olimlar ixtiro qildi. هاتفا telefonni له شاشة unda ekrani bor telefonni ixtiro qildi. تستطيع أن تتكلم مع صاحب المطعم. qanaqa ekan u? تستطيع qila oladi أن تتكلم gaplasha oladi bilan صاحب المطعم. ya'ni mat'am degan restoran, sohib degan egasi. Restoran egasi bilan gaplasha oladi. Va tushahidu wajbatak. Va tushahid tomosha qiladi wajbatak sizning nimangizni? Ovqatingizni. Sizni ovqatingizni ko'rib turadi. Va anta fi baytik. Va siz o'zingiz uyingizda bo'lgan paytingizda sizni ovqatlanishingizni ko'radi, deyapti. رائع. وهل أستطيع أن أذوقها أيضا؟ zo'r. هل أستطيع qila olamanmi أن أذوقها? men ham tatib ko'ra olamanmi? Aydan men ham. Aytayaptiki, zo'r, men ham undan tatib ko'ra olamanmi? Adnan, la laysa ba'd. yo'q, hali emas. أجب عن الأسئلة الآتية. quyidagi savollarga javob ber. أولا ماذا يفعل عدنان؟ Adnan nima qilyapti? ماذا اخترع العلماء؟ ulamolar ya'ni olimlar nima ixtiro qilishdi? Hal tuhibbul wajbatal jahizati va limaza? Siz tayyor taomlarni yoqtirasizmi? Nima uchun? Bu savollarni avval yozib, keyin og'zaki aytib berish kerak. Bu savollar mutaalliq bi al-hiwar. Bu savollar shu hivardan kelib chiqqan, ya'ni dialogdan kelib chiqqan savollar hisoblanadi. Iqra va raddid. O'qi va qaytar. Ashummu raihata ta'amin. Ashummu ya'ni hidlayapman. Raihata hidini, ta'amin ya'ni taomni. Taomni hidini his qilyapman, sezyapman, hidlayapman. Ushahidu telefaza. Televizor tomosha qilyapman. Asma'u sawtan jamilan. Eshityapman sawtan ovozni, jamilan chiroyli. Chiroyli ovozni eshityapman. La talmis an-nar. La talmis. Tegmagin annar, ya'ni ushlamagin, qo'lingni tekkizmagin degani. Annar degani nima ekan? Annar bi ma'na olov, ya'ni olovga qo'lingni tekkizma. Ta'muha sayyi'un. Ta'muha uning ta'mi sayyi'un yomondir. Yazuqu at-ta'ama. Zaqa yazuqu tatib ko'ryapti. At-ta'ama taomni tatib ko'ryapti.
انظر إلى الجدول الآتي. quyidagi jadvalga qara. العضو الحاسة الفعل. العضو degani a'zo. a'zo degan bot zga aylanadi, al-uzv bo'ladi, ya'ni a'zo. Al-hassa hissiyot, al-fi'l harakat. Ya'ni ko'ramiz pastda shularga to'g'rima-to'g'rida bu yerda a'zolar berilgan, bu yerda hissiyotlar, bu yerda fe'li berilgan. Al-udu, al-ayn, al-ayn mana ko'z, al-basar, al-ayn vazifatuhu al-basar, ya'ni uni ko'zning vazifasi al-basar, ko'rish. Ko'rish fe'li nima? Al-ayn yanzur, yara, yushahid. Qaraydi, ya'ni kuzatadi, yara ko'radi, yushahid bu ham ko'radi. Uchala sinonim, lekin har xil joyiga qarab o'zi o'rnida qo'llanishi kerak. Ikkinchisi al-anf, burun. Burun nima vazifasi? Asham, hidlash, hidlaydi. Hidlashning fe'li yashummu. Al-anf yashummu, tamam? Al-uzun, al-uzun quloq. Quloqning vazifasi as-sama', ya'ni eshitish. Qanday bo'ladi fe'li? Yasma', eshitadi. Al-yad, qo'l. Uning vazifasi al-lams, ya'ni ushlab bilish. Yalmisu, ushlaydi. Al-lisan, til. Uning vazifasi az-zawq, ya'ni tam. Tam nima qiladi? Tamni sezadi, ya'ni yazuqu qiladi. Tamam? Mana qarang, aytib o'tgandek ko'z, ya'ni ko'rish, hidlash, eshitish, ushlab bilish va ta'mni his qilish. 5 ta hissiyot berilgan. Sil ma ya'ti bi suratil munasiba. Quyidagi ya'ni munosib so'zlarni qo'y deyapti. Tamam? Bu yerda 5 ta bizda tepadagi fe'llar berilgan. Shunga biz a'zolarni qo'yishimiz kerak. Yasma'u bi nima? Eshitadi. Bi nima bilan eshitadi? Bil uzun, quloq bilan eshitadi. Yara bi nima bilan ko'radi? Bil ayn, ko'z bilan ko'radi. Yazuqu bi, zaqa yazuqu, tatib ko'radi. Nima bilan? Bil lisan, til bilan tatib ko'radi. Yashummu bi, hidlaydi. Nima bilan hidlaydi? Yashummu bi al-anf, burun bilan hidlaydi. Yalmisu bi, lamasa yalmisu, ushlab ko'radi. Bi bil yad, qo'l bilan ushlab ko'radi. Tamam? Mana bu yerda mana shu suratlar bilan qilishimiz kerak ekan. Endi buni mana bunday qilamiz. Yasma'u bi al uzun. Tamam? Yara bil ayn. Yazuqu bil lisan. Yashummu bil anf. Yalmisu bil yad. Tamam. Uktub kama fi namuzaj. Namunadagi kabi yoz. Yasma'ul musiqa, ya'ni musiqa so'zini bergan, musiqaga xos fe'lni qo'yishimiz kerak ekan. Musiqa nima qilinadi? Eshitiladi. Yasma'ul musiqa. Endi al-mikwat. Al-mikwat degani dazmol. Bu yerda dazmol nima qilyapti? Ushlab ko'ryapti. Ushlab ko'rishda nima dedik? Yalmisu al-mikwat. Tamam? Al-hasa, sho'rvani nima qilyapti? Bu yemayapti, bu tatib ko'ryapti ekan bitta qoshiqda. Shuning uchun yazuqu, zaqa yazuqul hasa. Taomni nima qilyapti bu kishi? Mana bu hidini hidlayapti. Tashummu ta'ama, tashummu ta'ama. Televizorni bu kishi ko'ryapti. Yushahidu tilfaz, yushahidu tilfaz. Televizorni tomosha qilyapti. Xo'p, aytayaptiki, bu yerda savtal asofir. Asofirni aytgan nima? Chumchuqlarning ovozini nima qilyapti? Eshityapti. Chumchuqlarning ovozi. Chumchuqlarning ovozini eshityapti desak, yasma'u savtal asofir. Yasma'u savtal asofir. Gulni hidlayapti. Yashummul warda. Yashummu al-warda. At-tiflul midfa'a. Bola midfa'ani, ya'ni isitgichni nima qilyapti? Ushlab ko'ryapti. Yalmisu tiflu
المدفأة. يلمس الطفل المدفأة. tamam. Bu yerda qiz fil mir'at, ya'ni oynaga nima qilyapti? Qarayapti. Bunga yanzuru fil mir'at. O'zini oynada tomosha qilib turibdi. Tamam. التدريب التالي. اكتب رقم المقطوع المناسب تحت كل صورة مما يأتي. Bu yerda pastda kichkina bir parcha gaplar bor ekan, unda munosib bo'lgan suratlarga yozishimiz kerak ekan. Demak, hozir ko'rib chiqaylikchi. Birinchi gap. يستطيع الإنسان به أن يحس بالأشياء ويعبر عن حزنه وله ألوان وأشكال مختلفة. يستطيع الإنسان إنسان qila oladi u orqali أن يحس بالأشياء narsalarni his qila oladi. ويعبر عن حزنه u orqali huzn, ya'ni xafaligini ifodalay oladi. وله ألوان va unda ranglar bordir. وأشكال va shakllar muxtalifa, turli xil shakl va ranglar bor. Nima bo'lishi mumkin insonga hamma narsani his qilishda yordam beradigan va huznini ifodalashda? Burun ifodalamaydi, quloq ifodalamaydi, qo'l ifodalamaydi, til ifodalamaydi, demak ko'z bo'ladida. Hamma ranglar har xil, shakllar har xil bo'ladi. Birga bir ekan. Birga bir, bu yerga bir yozib qo'yamiz. Ana, ke. يعني الثاني. يستطيع الإنسان به أن يحس بالرائحة اللطيفة والسيئة ويأخذ الجسم الهواء منه. يستطيع قلالة الإنسان به وبلن أن يحس قلالة بالرائحة حتنا اللطيفة شرن يعني يقمني والسيئة يومان. inson u orqali yomon yoki yaxshi hidni his qila oladi va ya'khudhu va oladi jism havoni minhu u orqali jism havo oladi, ya'ni nafas oladi. Ma huwa anfga demak 2. 3. يستطيع الإنسان به أن يحس بأصوات الأشياء المختلفة. يستطيع قلالة إنسان به أن أرقلي يحس قلالة بأصوات أوازلرنا الأشياء narsalarning ovozlarini al-muxtalifa turli xil. Inson orqali har xil narsalarning ovozlarini his qila oladi. Nima bu? Taban bu quloqga uch qilamiz. 4. يستطيع الإنسان به أن يحس بطعم الأشياء الحلوة والحامضة والمرة والمالحة. يستطيع قلالة الإنسان به أن أرقلي يحس قلالة بطعم الأشياء narsalarning ta'mini al-hulwa shirin wal hamida nordon wal murra achchiq wal maliha tuzli, ya'ni sho'r. Inson u orqali sho'r, achchiq, nordon, shirin narsalarning ta'mini his qila oladi. Bu til, ya'ni lisan. To'g'ri. Endi يستطيع الإنسان به أن يحس بالحرارة والبرودة. يستطيع إنسان قلالة به أن يحس بالحرارة ديان السقليك والبرودة سوقلكنا وارقالي حس قلالة بزدا وز بالتيادة قالده وابو طورة. أنا تمام، انتهى. وعندنا حرف جديد اسمه الجيم. بس يعني حرف جيم حرفni yozishni o'rganamiz. Jim harfi xat boshi, ya'ni so'z boshida kelishi, so'z o'rtasida kelishi, so'z oxiri va yakka holatda kelishi berilgan jurhun, najmun, xolijun, amwajun so'zlarni tagiga takma-tak shu holatda yozib o'rganish uchun bo'sh joylar berilgan va bu uyga vazifa barcha bu mashqlarni qilishi majburiy. Uktub al-jim fil farogh. Bo'sh joylarga jim harfini yoz. Hajar, jazar, jabal, taj. Mana shunday qilib yozib chiqasiz. Tamam? Va j harfini o'qib
olamiz tepadagi gaplardan. وعندنا تدريب للترجمة والقراءة وبizda o'qish va tarjima qilishga mashq berilgan. Avval naqra thumma nutarjim. Avval o'qiymiz, keyin tarjima qilamiz. Jalasa Jabirun ala al-kursi. Jalasa o'tirdi Jabir. Jabir ala ga al-kursi. Kursiga Jabir o'tirdi. Akalati dajajatul habba. أكلت يد الدجاجة طوق الحبة ضن. دجاجة يعني طوق ضن يد. الحقيبة مصنوعة من الجلد. الحقيبة سمكة مصنوعة يسالجندر من الجلد تيردان. سمكة تيردان يسالجن تيردان شلب تخارلين. خرج جمال من البيت. خرج çıktı جمال جمال من البيت uydan. Cemal uydan çıktı. الجمل سفينة الصحراء. الجمل tuya, safinatu kemadir as-sahra. Sahroning. Tuya sahroning kemasidir. عندي دراجة جميلة. عندي menda bor دراجة velosiped جميلة chiroyli. Menda chiroyli velosiped bor. شجرة التفاح كبيرة. شجرة daraxt التفاح olma daraxti كبيرة kattadir. Olma daraxti kattadir. يجري الغزال في الغابة. يجري degani yuguryapti. الغزال kiyik fil g'oba o'rmonda. Kiyik o'rmonda yuguryapti. يأكل الأرنب الجزر. يأكل yeyapti al-arnab kim bu? Quyon. Al-jazara. Jazar bima'na mana bu nima deydi? Sabzi. Quyon sabzini yeyapti. Tamam? Ishtara Khadijatu jawariba jadidatan. Ishtara sotib oldi Khadijatu Xadija jawariba paypoqlarni jadidatan yangi. Xadija yangi paypoqlarni sotib oldi. Hazal jabalu kabirun. Haza bu al-jabalu tog' kabirun kattadir. Bu tog' kattadir. Yaqra'u ar-rajulu al-majallata. Yaqra'u o'qiyapti ar-rajulu kishi al-majalla jurnalni. Kishi ya'ni inson jurnalni o'qiyapti. Tamam? إذن انتهى درسنا الحالي. مع السلامة إلى اللقاء.